Emi hazır vazurat yani qaytarıp alıp keladigan bolsa klient alıp ketgan tovarini nisha vazurat qilishni yo'llarini ko'rib chiqamiz. Uni bizda 2-3 xil yo'li bor. Hammasini ko'rib chiqamiz. Savdo nuqtasi ya'ni kassaga kiramiz. Asosan bizda klient kelgan vaqtda kassa bo'lakini turgan bo'lamiz. Kassa bo'lakinda vazurat qilishimiz uchun bize qaytarish knopkasi shu orqa tirga sari turganini qaytarish knopkasini bosishimiz kerak bo'ladi. Keyin bizdan sababni so'raydi. Sababda asosan sizlarda bir donasi chiqadi, bir de to'g'ri kelmadi degan chiqishi kerak. Biz shu to'g'ri kelmadi birisini tanlab qo'yamiz. Keyin chek orqali deganni bosamiz. Birinchisi chek bilan keldi deb oladi. Keyin olib kelgan chekning ustunda savdo raqami degan kod bo'ladi. Yine 3 tartibda bo'ladi. Masalan sizda 1456 degan chekni qaytarib keldi. Kattaroq olamiz bitta. Bundan kattaroq bo'lgan 1448 degan chek qaytib keldi. Bu chek bilan kelgan vaqtindagi variantida tepadagi chek nomerdagi chekni qidirish joyiga qo'yib qo'yib beradigan bo'lsak, shu chekni qachon olib ketgan, ko'p vaqtni olib ketgan, sразу bizga to'g'ri beradi. Shu yerda ustuna bosib keyin saqlash yopshatamiz. Saqlash yopshatgandan keyin beri sarayib turib, bizda olgan tovarlardan masalan spiskasini shura qo'yib beradi. Qaysi tovarni vazorat olib kelsa shuni qo'yib, kerakmi uni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, buni olib tashlaymiz. Bizlar faqat shu pasindagini qaytarib keldi. Bir nag'an birisini qaytarib keldi. Agar bu tovardan 10 donani olgan bo'lishi mumkin edi. 10 deb yozib turganlar biz o'chirib tashlab yo'q birisini qaytarib keldi. O'zgartirishimiz kerak bo'lar edi. Shunda birisi qoldi. Naqdni bosamiz. Pulni shab qaytib berasan deb turib, naqd qaytib beraman dedim va yakunlash qilamiz. Bu bizning chek bilan qaytarib kelgandagi vazoratimiz edi. Endi cheksiz qaytib keladigan bo'lsa, endi birinchi variantini ko'ramiz. Buni bir plyus tarafi va bir minus tarafi bor. Biz esa doğru gelmedi degani bosamiz, cheksiz degani bosamiz va Jahongir javob beradi, uni qo'yamiz. Hozir qaytarib kelgan narsalarni to'g'ri skaner qilib, qaq savdo etgandek tit urib, xohlasak birdan yozib qidirib, to'g'ri spiskaga qo'shib ketaveramiz. Buni zo'r yeri shu o'rinda. Tovarni qidirib o'tiramiz, u qaysi deb urib shu tartibda bosib qidirib qo'shib ketaveramiz. Skaner bo'lsa tit skaner bilan qo'shib ketsak ham bo'lar edi. Lekin buni birdan minus yeri tan narxini so'raydi. Necha so'mdan qaytarib olacaksan? Nechun desa, bu tovar qachon kelinadi, qachon keladi hech narsani bilmaydi programmamiz. Qaysi partiyadagi tovardagi ham kimdan kelganligi ham yo'q buni. Prosta vazorat bo'lib, savdodan minus qilib, sonini qo'shib qo'yish kerak. Shu uchun ham buni necha so'mdan kirzib qo'yman buni do'konda turibdi. Agar buni do'konning o'zida do'konchilar o'zi turadigan bo'lsa, kelish narxini aniq biladigan bo'lsa, zo'r funksiya deb ishlataman desa, masalan $2 keladi, bu $3 keladi deb biladigan bo'lsa, sразу yozib berib turib, masalan pulni naqd qaytib beraman deb turib, to'g'ri yakunlash qilib bersam bo'ladi. Lekin ko'pincha do'konda turgan odam yoddan kelish summasini bilmaydi. Shu uchun endi oson, zo'r variantini ko'rsataman. Uni variantini chek. Masalan, berib o'tamiz. Keyin hisobotlar deganning ichida bizda 8-chi turadi, mahsulotlar savdosi degani bor. Bu tovarlarning savdosi bo'yicha ko'rsatib beradi. Bu yerda bizdan ishlatishimiz kerak. Olib kelgan tovarini mahsulotlar degan joyga qo'yamiz, qidirishamiz. Skaner qilsak ham bo'ladi. Ikki tovarni sразу shu yerda kassani boshida birdan shuni ochib qo'yamiz. Agar vazorat ko'p bo'ladigan do'kon bo'lsa, ikkala tovarni tittatib uramiz. Masalan, new product ish sotilgan ekan, sotilgan ekan. Birinchi hissdan 16-chi hissagacha ishi tovar aralashgan cheklarning hammasini ketma-ketlikda ko'rsatib beradi. Klientdan so'raysiz, "Общий summadan necha so'm o'qiysiz?" Masalan, $20 va shu chek ekan deysiz-da, 1465 chek raqamini ustuna bosib kirasiz. Shuni rangi o'zgarib turgan, boshqa yerlarni bosib ichiga kirib bo'lmaydi. Ustuna bosib kiramiz. Va shu yerning o'zida qaytarish degan knopkamiz o'zida chiqadi. Qaytarishni bosamiz. Bizda debida sababni so'raydi. Sabab masalan shu. Sizda faqat sabab bir dona chiqishi kerak. Agar qo'shilgan bo'lsa, yana qo'ydik. Bizlar joy-joyini qo'yib berdim bu narsani. Keyingisini bosamiz. Tak, bir shartamiz. Saqlash qilamiz. Pulni ishlatib qaytib berajaksan deb turibdi. Pulni bizlar naqd holda qaytib beramiz deymiz va saqlash qilamiz. Hozir bu tovarimiz ostatkasi joyiga qo'shilib, summani minus etib qo'ygan. Qaytarish bo'ldi bu chek ichida deb turibdi. Bu eng oson varianti. Agar ko'p vazorat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ko'pincha chek bilan qaytarib olib kelmaydigan bo'lsa, cheksiz keladi, tovarni ko'tarib kelib turaveradi. Eng zo'r variant hisobotlarga kiramiz. 8-ga kirib turib mahsulotlar savdosini tepadan qo'yib ko'ramiz. Keyin savdo deganning ichida sotuvlar degan yer ham bor. Bu yerda sotilgan cheklar umumiy turadi, ichida общий turadi. Bu yerda maqsadroq variant bu. Filtr knopkasini qo'yib turib, qaysi klient olib ketayotsa, masalan, Jamol aka olib ketayotsa, Jamol akani tanlab turib, unda ko'rsak ham bo'ladi. Faqat Jamol aka sotilgan narsalar turadi. Jamol aka qachon ketib deysiz? Planlar tarafından so'mlik pul olasiz $1200. Ha, bunda ekansiz deb turib,
Sıra şu çek içine to'p girip basa bo'ladi. Bu klientning oldi tanlab sotiladigan bo'lsa yaxshi. Bo'lmasa qiyin. Keyin javobgar shaxs kim sotgani, kim bu chekni yaratgani, savdo turuna qarab turib ham diniy filtrlasa bo'ladi. Birinin o'zidan agar bugun ya akşam sotilgan narsa bo'lsa, o'tirib summasidan to'p olib turib, içine girip turib, şunun o'zidan qaytarish etsak ham bo'ladi. Shu tartibda kompyuterda возврат qilishimiz shu tartibda edi. Assalomu alaykum amiya. Возврат, ya'ni klient sotilgan narsani qaytarib olib keladigan bo'lsa, shuni telefondan Bito programmasi o'zidan возврат qilishimiz birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu uchun biza 3 chiziqni bosishimiz va POS'a girib, kassada turgan bo'lishligimiz kerak. 3 chiziqni bosamiz va cheklarga kiramiz. Cheklarda biza sotilgan narsalarimiz turadi, shu umumiy savdomiz turadi. Masalan, klient hozir sotdik ya bugun sotdik, sirazu qaytarib olib keldi. Bunday variantda sirazu şöyle o'tirib turib sotgan chekimiz tab içine girsek ham bo'ladi. Agar ko'p vaqtdan sotilgan narsa bo'lib va u narsani cheki yo'q bo'ladigan bo'lsa ya chek bilan keladigan bo'lsa, tepada chek raqamini ko'rib turib, tepada post knopkasini qo'yamiz va chek nomerini sho'ning o'zine yazıp topsak ham bo'ladi. 321 dedik, chek nomeri 321 bo'lgan chekni o'zi sho'ning o'zine qolib ketadi. Agar bu klient cheksiz keladigan bo'lsa va olib ketganda 4-5 kun bo'lib ketgansa, birma o'tirib qidirib ichiga girib chiqish vaqt oladigan bo'lsa, kompyuterda возврат qilish bo'yicha videolar sizga tashakkur qilib, shuni ichiga girib ko'rsangizlar, kompyuterda webda analitika bo'lagining ichida 8-mahsulotlar savdosi yeri bor. Shu yerga girib turib tovarni titratib uradigan bo'lsa, shu tovar aralashgan sotilgan cheklarni xohlagan kuningiz bo'yicha sirasi to'g'ib beradi. Shu bo'yicha chekini ham sirasi to'g'ib olsa bo'ladi, возврат qilish osonroq bo'ladi. Masalan, şu çekimize girip alamiz. Bunun içinde 130 ming so'mlik narsa ekan, 3 tane narsa sotilgan. Munozni qaytarish uchun ichiga kirgan chekni tepada qaytarish degan knopkani bosamiz va bizda sotilgan narsalarni 3 tane tovarimiz ichida turibdi. Bu klient endi bizdan masalan eng pastdagi bir danani qaytarib ketgan bo'lishi mumkin. Agar shuni o'zini qaytarib ketgan bo'lsa, to'g'ri pastdan sababni tanlaymiz. To'g'ri kelmadi, qaytarib ketgan narsalarni bitishga qo'yib, pastni qaytarish bosib ko'ramiz. Yok, eğer bu ortadaki tovar o'xshab 5 mg olib turib, shuni 1 gramini qaytarib ketgan bo'lsa, 5 ni sotdik, birisini ya ikkisini qaytarib keladigan bo'lsa, shu tovarning ustiga bitishini bosib, shu tovarning ustiga bosib beradigan bo'lsa, yana 5 tane yo'q, bu menga 5 ni sotib oldim, 2 ni qaytarib keldim deb 2 ni yozamiz, okey bosamiz. Shu tovardan hozir 2 danasini bizga qaytarib olamiz, ya'ni 8 mingdan sotilgan, pastasi 16 ming so'mni qaytarishga tayyorlab turibdi. Qaytarib olsak o'zimiz возвратni ustiga eldan bitishini qo'yamiz. Sababni tanlaymiz va qaytarish knopkasini bosib, pulni masalan naqdmi kartami klikni ishib qaytib beradigan bo'lsak, shuni belgilab yakunlashadigan bo'lsak, sirazu bu tovarni sotkaz joyina qo'shilib, kassamizdan pul minus bo'lib qoladi. Telefonda возврат etish shunday edi.